Talavadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan, mayli, o'zi talaba sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayerda turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda roza bilan Qur'on shafaat qiladi deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda roza aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafaat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafaat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafaat qiladi. Roza bilan Qur'on. Roza bilan Qur'on. Roza ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo rozaga kira olmaydi, birodarlar.